Bir kemada ketishsa, kema sinib ketib, odamlar endi chunki bitta odam omon qoldi. Kimsasiz orolga chiqib qoldi-da. Endi yashash kerak, tirikchilik. Kemadan hali qolgan qutgan taxtalarni olib o'ziga uy quribdi. Baliq tutib yeyishni boshlabdi. Bir kuni sohildan nariyog'iga o'tib, baliq tutib kelyapsa, bir havo aynib, yashin bo'lib, uyini yoqib yuboribdi. Uzoqdan ko'ribdi. Yugurib kelsa uy kul bo'lib yotibdi. Har kuni Xudoga duo qilar ekan, Parvardigor mana shu kimsasiz oroldan meni qutqargin. Endi uy yonib ketdi. Yana duo qilib, ey Robbim, meni qutqargin desam, uyimni ham yoqib yubording deb duolarni qilib o'sha yerda charchab endi uxlab qoldi. Odamlarda ovozi uyg'otibdi. Uyg'onsa odamlar turibdi. Sizlar qayerdan keldilaring dedi. Biz batdan tijoratga shu yerdan doim o'tamiz. Hech kimsasiz orol edi bat. Qarasak tutun chiqyapti. Bir gap bor shekilli deb keldik. Uyini Alloh nimaga yoqib yubordi? Buni qutqarish uchun. Sizga bitta sinov kelgan bo'lsa, siz jahannamdan qutulish uchun balkim Alloh sinov berar ekandir. Mo'minlarga albatta sinov foydasiga keladi. Sabr qiladi, uni ajrini oladi. Shuning uchun Alloh taologa hech qanaqa shubha yo'q, Alloh odil zot. Hech qachon bandasiga zulm qilmaydi. Magar ham banda o'ziga zulm qiladi. Allohga kufr keltiradi, Allohga isyon qiladi, Allohga shirk keltiradi, o'ziga o'zi zulm qiladi xolos. Alloh bandaga hech qachon zulm qilmaydi.